Bolalar urologini ko'rganmisizlar? Muhsinjon aka Malimov. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Muhsinjon aka 15 yildan beri bolalarimizdagi o'sha CD yo'li bo'ladimi, asboblardagi muammo bo'ladimi? Qanaqa muammo bo'lsa operatsiya qilib qo'yasan. Hattoki mana bu asbobini CD teshigi o'rtasida bo'lganlarni ham tekizlab, uni eski standart holatiga ham qaytaras ekan. Barcha tetik urologik muammolar bo'yicha sizga qachon uchrasak bo'ladi bolalarimizdagi? Yakshanba kundan tashqari soat 9 dan 15 gacha mana shu Korpus Hospital klinikasida bo'lamiz aka, xizmatdamiz. Boringizga shukur. Aka, qanaqa muammolar bo'yicha hozir mana operatsiyalar, davolash amaliyotdan qilyapsiz? Bolalarda kelgusida farzandlik bo'lish muammosini hal qilish uchun jinsiy olatdagi muammolar, qovuq, buyrak hamda qiz bolalarda urologik hamda jinsiy muammolar bo'yicha operativ muolajalar o'tkazamiz aka. Faqat detski. Faqat detski 18 yoshgacha. Aka, sizdan yo'q lekin. Duoyimiz 18 yoshgacha olinganda. Gap bo'lishini o'tkazib, Muhsinjon aka kamtarlik bo'yicha ham chempion bu odam. O'zlarining profillariga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. 17 mingdan oshiq obunachilari bor. Kirib, o'tib o'zlaridan konsultatsiya olasizlar. Sunnat ham bor, o'zimiz ishlari. Albatta. Ha, ular amaliyotlar ham bor. Ha, biz uchun o'zi bormi xalq uchun? Navro'z akamdan keldik desa qilib beramiz albatta. Kelishdi o'rtoqlar. Manzilni yozing, lokatsiyalarni tashlab beraman. Akam o'zlarining profillarini ulab qo'yib, o'tib ham savol beraverasizlar. Qabullarga yozilish uchun faqat ekranning nomeriga telefon qilib qo'ysanglar, qachon nechida chet ellik bo'yicha ma'lumotlarni berishadi. Katta rahmat, videoni tarqatib yuboringlar, xalqimizga manfaatli bo'lsin.